Lekin ikkinchi yerdan bu o'xshaydi azizga yaqindan bilasiz. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Ro'za ayyomlar bilan charchamay yursizlar, kelayotgan bayramlaringiz muborak bo'lsin. Qadrdonlarim, bugungi obzorimiz Buxoro shahri 7-mikrorayondan elitni 8 etajga domning 2-etajda 3 xonali yevro ta'mirda ta'minlangan kvartiramizni obzorga keldik. Parkovka bu yerda muammo yo'q. Yo'lning ustida birinchi liniyada mana dom fasadini ko'ringlar. Shuna mashinalar bilan kirasizlar, tirbandlik mashinada tirbandlik bo'lmaydi. Eski planshetkachasi bor. Bu yerda bog'cha, 50-100 metrdan keyin maktab. Keling o'zi obzorni ko'rsatib o'tamiz. Qadrdonlar, mana podyezddan kirgan vaqt katta kengina foya bizdan kutib oladi. Foyadan shuna liftchaga minamiz, 2-etajga chiqamiz. Lekin eshikni ham zo'rni qo'yiblar, lekin nasib qilsin turist eshiklardan. Qadrdonlar, biz kvartiraga kirdik. Mana faqat eshikdan qo'yib sifatli eshiklardan qo'yilgan va eshikdan kirgan vaqt bizni uzungina koshka bizdan kutib oladi. Bu koshkadan shuna to'g'ri kelasiz. Joyda turist radiatorlar qo'yilgan va bu yer esa sanitariya qismimiz. Sanitariya qismimiz ham cho'tlikka filtrlar qilib, cho'l untazidan qo'yib Firqo'shimizga e'tibor beringlar. Cho'yli qilib mo'ysha abochlar bilan sifatli mo'ysha abochlar qilingan, cho'yli usturalar osilgan, setinlar qo'yilgan va sifatli eshiklardan qo'yilgan. Sanuzarimizdan keyin bu yoq esa kuxnimiz. Kuxnimiz keyingina bemalol stol qo'yib o'tirishga sharoitchasi bor. Muammo yo'q. Duh kontrol kotyor qo'yilgan, yaxshi sifatli kotyorlardan radiatorlar qo'yilgan, cho'yli lustrachalar osib qo'yilgan. Bu yoq esa spalni xonamiz. Spalni xonamiz ham cho'tka remontcha qilingan, cho'l lustra osilgan va LED pardalar osib qo'yilgan. Eshiklarimiz ham e'tibor beringlar. Eshiklarimiz ham sifatli eshiklardan, MDF sifatli eshiklardan, yaxshi eshik, arzon eshik emas bular. Bu yoq esa bolalar yotoqxonasi. Xohlasangiz bu yerni spalni qiling. Bu yoq ham cho'tka lustrachalar osib qo'yilgan, pardalar qo'yilgan, masalan, oyoq ostlarimiz hamma joy laminat qilingan. Bizni bu yoqda katta kengina zal kutib oladi. Zalimizga kattaligini qarang, beri mazza qilib stol 12 kishilik stol qo'yasizmi, uголокlarni qo'yasizmi, sharoitchasi zo'r gipsa kartonlar bilan uzorchilar qilingan, natija ko'chalar qilingan va chiroyli kattagina lustra osib qo'yilgan. Qadrdonim, obzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like boxni ayamang. Hoji aka, hoji otalarimizga olib berishingiz nasib qilsin. Safarda yurgan qadrdonim, niyat qilib yuribsiz, uy olaman deb. Niyatingizga erishing iloyim. Shunaqa lokatsiyasi devonachi joydan kvartira olib mazza qilib yashang. Lokatsiya ham bir martadan Buxoro shahri 7-mikrorayonda 1-liniyada 8 etajga domning 2-etajda 3 xonali yevro ta'mirlangan kvartiramiz narxini 49.500 deb baholayapmiz. Yana savdolashga zazorchasi bor, bemalol naqd pul bilan kelinglar, kelishamiz, muammo yo'q. Bizning obzorimiz ma'qul kelgan bo'lsa, o'z olmasangiz ham iloyim oling shu uyni. Olmasangiz ham do'stlaringizga tarqating, sizlar sababchi do'stlaringiz shu kvartirani sohib bo'lishi mumkin. Sizlar sababchi biz shu kvartirani sotishimiz mumkin. Omonat dunyoda omon bo'ling qadrdonim, like boxni ayamang. Qo'lim like bosmasiz, sog' bo'ling, men ketdim.